grija deysizlar. Birodarlar, ko'ryapsizlarmi? 11 millimetrligidan qutulibdi. Hali syomkalarni ko'rsataman sizga. U ayol bilan uchrashaman nasib etsa. Ey, argonichka, birodarlar. Yolg'on gapirish yo'q-da. Hammasi haqiqat. Faqat uzoqroq ichish kerak. Nima qilamiz endi sog'lik uchun? Birodarlar, men sizlarga hali ko'rsataman, aytib qo'yadi. Do и после Grisha qanday bo'lgani. 100% ko'rishaman u ayol bilan. Afsuski, hozir Toshkentdaman, Toshkentga chiqib ketyapman ertadan. Keyin Qozog'istonga. U ayol bilan обязательно uchrashaman, chunki aytgan. Snimkalari ham tayyor nasib etsa. Bemalol mana murojaat qilaveringlar, birodarlar. Imkon qadar. Chunki meditsinada Grishani davosi yo'q. Faqat обезболивающий uradi sizlarga. Yolg'on deb ko'ring, ayting, yolg'onmi? Bu haqiqat, birodarlar. Bu haqiqat. To'g'risini aytish kerak. Shuning uchun mana uni ichasiz, xudo xolasa. Uni surtasiz. Qutuling shundan, qutuling shu Grishadan. Lekin uzoqroq ichish kerak-da. Shunisi bor. Xo'p, teng. Tushundingizmi?